Joriy yilning 12 yanvar kuni 22 yoshli yigit Termiz shahrida joylashgan 16 qavatli uyning tom qismidan o'zini tashlaganligi aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz voqea joyiga borib, mazkur holatga guvoh bo'lgan aholi vakillariga yuzlandik. Farzand dog'ida otani kuyadi-da, birinchi o'rinda. Hech narsa bu shirin jonni ketishga arzimaydi. Boshqalarga hech qachon bu bunday ishni qilmasligini tavsiya berardim men. Shunday vaziyatlar ko'p bo'lyapti. Kecha ham bitta mashina ustiga bir narsa tashlab yuborgan. Kim qilganini bilib bo'lmayapti u narsalarni. Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu juda ham muhim narsa-da. Ovoz juda ham baland ovoz tushdi. Bolalar nimadir kimdir qildi deb. Endi men tepaga chiqib uydagilar bilan telefon gaplashib o'tirsam, keyin shunday yer qarasam, kimdir o'lib yotgan ekan. Bu boshqa hech narsani ko'rganman, yo'q qaraganman. Juda ham achindim. Begona bo'lsam chekkadan turib ona sifatiga bir bolani o'stirib katta qilib voyaga yetishga o'zi bo'lmaydi. Shunday ekan, bolalarimizni o'qishga jo'natyapmizmi? Bolalar bilan ishlash kerak. Ota-ona, mahalla, o'sha o'qiydigan o'qish joyidagi o'qituvchilar, biriktirilgan rahbarlar hammasi birgalikda ishlab, o'sha bolalar bilan yaxshi nima olib borsa, shu yaxshi bo'lar. Psixologlar ishlash kerak ular bilan. O'shandagina o'sha narsa bo'lmas edim deyman. Hech kim hech qachon farzand dog'i bilan sinamasin. Surxondaryo viloyati prokurorining katta yordamchisi holat bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Termiz shahridagi Bog'shamol mahallasida joylashgan ko'p qavatli uyning tom qismidan o'zini tashlab, o'z joniga qasd qilganligi holati yuzasidan hozirgi kunda Termiz shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. O'z joniga qasd qilgan shaxsning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sudga tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Tergovga qadar tekshirish harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Shu bilan birga tekshirish davomida barcha holatlarga huquqiy baho beriladi. Shu bilan birga fuqarolarimizdan va keng jamoatchilik faollaridan so'rab qolardikki, rasmiy manbalardan olinmagan ma'lumotlarni tarqatib, keng jamoatchilikni chalg'itmaslik so'raladi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari bo'yicha qaror haqida keng jamoatchilikka ma'lumot qilinishi aytildi. Hayot har bir insonga berilgan eng bebaho ne'matdir. Uni asrab-avaylash barchamizning mas'uliyatimiz. Bunday fojiali holatlar esa har bir insonni chuqur o'yga solishi, hayotning qadrini anglash va tegishli xulosa chiqarishga undashi shubhasizdir. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev.